Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Bugun Telebiron ko'rsatuvining maxsus bayram soni. Sizlar bilan esa men To'xtasinova Odinaxon. Hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli kango saqichlari. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi mehmonlarimiz. Jasmina, kayfiyat qanaqa? Zo'r. Meni tog'am pul zavodi bor. Tog'ingiz bilan tanishtirib qo'ydingizmi? Tog'am uylanib bo'lganlar, kela olganlar. Turmushga chiqmoqchi emas edim. Ha? Shunchaki tanishib olmoqchi edim. Meni tog'am bitta ishlasa 10 mingdan beradi. Adinafa, men kechqurun oyim uxladi deyiladi, lekin uxlamasdan sizni ko'rib chiqaman. Instagramdami? Adinafa, bilasizmi, endi men tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kuningizga nima sovg'a kutyapsiz? Tug'ilgan kunimga adam kelishini kutyapman. Qayerdan keladilar? Uzoq ishdan keladilar. Sog'indingizmi? Sizga nima olib kelsinlar? O'zlari kelsinlar. Bayram kuni kayfiyatni tushirmaymiz. Xo'pmi? Odinafa, men sizga she'r aytib beraymi? Mayli. Yangi orzu, yangi shod tilaklar, bir jahon dunyo bo'lsin deb omon kulib kelgan yangi yil, dil to'rida bir olam salom senga assalom. Muslimaxon, sizda nima bor? Qo'shiq. Men she'r yodladim, darsim qildim, shunga repetitsiya maktab bo'lib kallamda chalkashib ketdi. Eradi dedi Morozu, хотим ему рассказать. Barakalla. Chapey chalmaysizmi siz? Diyorbek? Chapey chalmaysizmi? Nega? Nigina? Siz she'r aytdingiz, chapey chalmadilar. Tanishmaganmizda. Diyorbek, nimaga chapey chalmadingiz? Chapey deganim uchun qarsoq chalamiz biz, qurib. Qattiqroq gapir. Bizda qarsoq deb turadi. Bu kas qilsak deyapti, qilsak bunday qilaylik. O'shanday qilsak deyapti. Boshimdagi nima? Kim topadi? Karola. Diyorbek, hech narsani bilmas ekanlar-da. Men qiz bo'lgan narsani tushunmayman. Diyorbek, katta yigit bo'lsangiz, kim bo'lmoqchi edingiz? Boyka. Kim? Boyka. Mo'yka dedingizmi? Boyka. Bo'yka? Boyka. Bo'ykani qayerda ko'rgansiz? Telefonlarda, Telegramda ko'rsatadi. Demak, urushqoq bo'lmoqchisiz. Nigina, Diyorbek sizga yoqdilarmi? O'zi bu gapga jimmaydi. O'zing jimmaysan, shuningmi? O'zim tushunamanda. Endi mencha o'zimcha anavi qildim, to'qqiz she'r aytdim. Mayliga hovlimiz qarga to'lsa ham, archa atrofida barchamiz mansur. Mayliga qorbobo soxta bo'lsa ham, yangi yilga yetdik, Xudoga shukr. Eski yilda qaysi ishlarni qilishga ulgurmadinglar? Men kitob o'qish bilan men kitob o'qiyman. Masalan, qarang, Oq kemani o'qiganman, Alisher Navoiyni o'qiganman, keyin Kamalakni 7 judosini o'qiganman, keyin yana Jilosa? Yana boshqa kitoblarni o'qiganman. O'zingiz nima qilishga ulgurmadingiz oldingi yilda? Turmushga chiqishga ulgurmadim. Qaq etadi, ko'ngilni choq etadi. Mayli vaqti ko'p yoqsin, to'xtamasa ko'p yoqsin. Ha 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 opaqar, yangi yog'a qol. Ha 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 opaqar, mayli tez yog'a qol. Barakalla. Biron marta Qorbobo kelganmi sizlarga? Bir marta ko'chada ham ko'rib qolganmiz. Bitta katta paketga solib shirinliklar berdi. Qorboboga qorqiz kim bo'ladi? Qizi bo'ladi, qizi. Nimaga unda doim bobojon, bobojon deb baqirib yuradi orqasidan? Nevarasiligiga? Qorbobo bilan qorqiz qaysi yulduzdan kelishadi? Yulduzdan? Ha? Yulduzdan kelishmaydi. Unda qayerdan kelishadi? Ko'chadan? Yo'ldan ko'rib qolamiz. Uyda yashaydi, uydan chiqib shunda qorbobolik qiladi. Masalan, men O'zbekistonga borsam, 30 ta 4 ta qorbobo bo'ladi. Даже undan ham ko'p beradi. Qaysi biri haqiqiy, qaysi biri yolg'on bilib bo'lmaydi. Hamma agar haqiqiysi bo'lganda bunaqa soxtalari bo'lmasdi. Chunki o'sha haqiqiysi har yili yangi yilda kelib podarkalar osmonlarda uchib yuradi deyshadi.
Shunaqa bo'lganini hech ko'rmaganman. Bitta o'zi ulgurmaydi-da, yordamchilari Bir bo'ladi. marta ham uyga qorbobo kelganda, keyin adamni ko'tarib keldi, kichkina bo'lganman. Qorbobo borib turib, soqolni bit deylagan, qarasam qo'shni o'zib chiqqan. Soqol ichida soqol ko'ringan. Mani keyin aldashga harakat qildi. Yo'q, qorbobo shunaqa bo'ladi. Yangi soqol to'kilayotganda, eski soqol to'kilayotganda yangi chiqadi deb shunaqa qiladi deyishgan. Bitta she'r esimga tushib qoldi, lekin to'liq bilmay aytib bersam maylimi? Qorbobojon, qorbobon, qishdaka, bahordaka, aqling yetsa yozdaka. Men eshitishim bo'yicha Qorbobo o'zga sayyoradan kelar ekan. Yo'q. Qorbobo yo'qlik, borligiga ishonmayman. O'zga sayyoralardan keladi, vashchi miyaga sig'dirmaydi. Qorboboni ko'rgansizlar, to'g'rimi? To'g'ri, lekin yangi yilda chiqadi qorbobo. Qayerdan chiqadi Qorbobo? Yangi yilda chiqadi. Qorbobo yozda nima qiladi? Yozdami podarkalar tashiydi. Qishda-ku. Mashinani tayyorlaydi keyin. Qanaqa mashinani? Yo'q, uchib yuradi. Qanoti bormi? Samolyot emas-ku Qorbobo. Echkisi bo'lmaydi, kekchasi bo'ladi. Nimaga Qorbobo kechqurun keladi? Chunki bolalar uxlasa sezmasligi uchun suvga tashab ketadi. Keyin yorug'da uyg'onsa xursand bo'ladi bolalar. Sezib qolsa nima bo'ladi? Qorbobo yashirinadi. Bekinadi. Tettasiman do'qilib. Ursam yutadagimi? Men yutaman. Oyna yutaman deb birinchi mamlakat joyga yotib olaman. Eshitishimcha, Agar yana yotib olsa, bambesini ko'rsatsang, bu bo'ldiki, sen bu chop demaydi. Sen uyda adam bilan uyda qamalib o'ldirasan. pampirosini ko'rsatsa ishonsa qilmaydi. Yosh bola-ku. Bir martachi bunday yotib olib, bambesini ko'rsatib qo'yadi. Eshitishim bo'yicha zo'r she'r yodlab kelibsiz. Archa jon archa japroqlaring ninacha. Atrofingda aylanib, Barcha qo'shiq aytadi. 2026da nima rejalar qildinglar? Tomoshabinlarga aytib beringlar o'zinglar. 2026 ga rejalashtirganman. Men endi yaxshi baholarga o'qiyman. Ota-onamni boshimga ko'tarib yuraman va telebironga borib, o'zimni malikaday his qilaman va Shahzoda bilan juda ham nima desam, ma'nosini tushuntiraymi? O'ynayman. Videolar olib, kontentlar olib qo'yaman Instagramga deb rejalashtirganman. Trendlar olamiz. Salyut otmoqchiman. Shu davomida. Yo'q, salyut otish taqiqlangan. To'ppa-to'g'ri. Lekin karta joylarda ochsa bo'ladi. Mana sizda joylarda ochishadi. Men bitta narsaga tushunmayman-da. Nima uchun yangi yilda yolg'on gapirish mumkin? Mumkin emas. Mumkinmi? Va yolg'on gapirish hech faslda mumkin emas. Yomon ishda Anaqa yangi yilda yaxshi kutib olmasa, baribir g'alatiroq. Anaqa bir marta qor yog'adi. O'zcha yangi yil hamma faslni o'z bayrami ziynati bor-da. Masalan, qishni qor yog'ishi ma'nosi. Masalan, yangi yil bayrami, Navruzda bo'ladi, sumalaklar yeyiladi. Qishda sumalak bo'lmaydi. Nimaga singlingilar bunaqa uyalib o'tiradilar? Uyatchang boshqa begona odamlarni ko'rsa uyaladi. Men begonamanmi? Bizani oilamizda Yo'q, biz tanishganimizga ancha bo'lgan-ku. biz Dilshod opam bilan tanishganmiz. Siz bilan tanishmaganmiz? Xafa bo'ldim. Hammalar qo'rqdinglar. Men nima qo'rqaman? Ranglaringiz ham oqarib ketdi-ku. O'zi oppoqman u. Solixa akangiz oppoqmilar? Ko'p yeydilar, qurt oppoq-ku, Shayjo oppa qaradi. Akangiz yaxshimi yomonmi? Men emas ekan. Bu mening singlim emas. Opa singillar bolalar dedim-ku. Baribir aka bo'lasiz-ku. Yo'q, bo'lamiz. Bo'la? Ha, Nima degani u bo'la? bo'la. Jiyan. Ha. Birinchi marta eshitishim bo'la degan so'zni. Jasurbek,
siz bizani birinchi qaldirg'ochlarimizdansiz, bilasizmi? Qaysi? Ko'rsatuvimizni birinchi qaldirg'ochisiz. Bilasizmi shuni? Yo'q. Shu munosabat bilan sizga sovg'a bersam maylimi? Sovg'a bersam maylimi? Mayli. Tantanali ravishda sovg'alarimizni topshiramiz.